Shunaqa oldingi qo'rquvlarim bor edi. O'zimni niskiy samootsyenkam qanaqa o'ylasharkan. Mana bu gapni 1000 to'g'ri bo'lsa ham 1000 o'ylab gapirardim, ishonasizmi? Kollektivga masalan kirishimsiz qiz edim. Optimist bo'lsam ham o'zimni ortiqcha his qilardim. O'sha narsa yo'q. Kollektivda tan olinish. Bir xil ishlarda juda omadim kelib ketyapti, mazza. Ishonasizmi? Uverенность bor deyapti. 15 yil deylik. Juda katta qiynaldim. Yuk ekani tavba qildim. Shunaqa yolg'on ustanovka ekan bu. Ketdi mana shu narsa. Hali etib beradigan, bo'lishadigan narsam ko'p. Tozalandim insonlardan. Ko'p insonlar chiqib ketdi. O'sha 0 energiyada kelganman. Уровень 0, tekkan joyim ham menga laqam qo'ygan. Sen 0san deyishgan. Shunda basharamga otib yuborgan. Taq etib yuzimga. Tegan paytida. Chunki shunga loyiq edim-da, xafa bo'lishga hozir ochilgan ongim bilan ayta olamanki, nimaga tushib shtraf to'lab, nimani yutqizib kelgan bo'lsam, shu hayotimgacha shunga loyiq bo'lganman. Xafa bo'lish hojati yo'q, dushman ichimda bo'lgan. Dushman o'zim bo'lganman. O'sha dushmanskiy programmalarni oldirib tashlasangiz, endi to'g'ri shunaqa aytaman, ochuvchasiga, joydarchasiga, Allohga yaqin bo'lganingiz sarichi hayotingiz oson, bir jannatga o'xshab, nima o'ylasangiz yoningizda paydo bo'lib qolaveradigan. Ilgari masalan orzu bo'lib yetisha olmagan narsalaringiz bo'lgan-ku. O'tmishni o'ylab armon qilasiz. Hozirgi kuningizdan qo'rquvda yashaysiz. Kelajakka qarasangiz faqat xavotir. Bu kasal qilib insonni o'sha qarzligicha kirgizib yuboradi. Отношенияларingiz buzilib ketadi. Hech kim sizni gapingizni eshitmaydi, hurmatingiz bo'lmaydi, samootsyenka past. Depressiya, nevroz bor, ruhiy kasallar shifoxonasida davolanishim kerak edi, lekin bormaganman. Mana shu yoqqa bekor kelib qolganim yo'qman. Mana shu ochilib qolib, bilib qolib aytyapman. Juda haq, qaysar inson edim. O'zimga aytganini, faqat aytganini qildiradigan. Shunaqa edim men. Lekin dod deb yig'lab, qiynalib kelgan qiz edim. Aslida bilib oldim, men qayerda xato qilayotganimni. Ochilib qolsa zo'r bo'lar ekan. Ketadi rosa shu bloklaringiz, uni Allohning izni bilan o'zining yo'l yo'rig'i bor. Biz baribir tushunmaymiz. Bu yoqqa keldingiz, tishingizni oldirgandek master o'zi aybingizni topadi, olib tashlaydi. Kuch ketkazmaysiz. Da, может быть, shunga ozgina to'lovi bordir. No shunga stoyid-da. 20-15 yillarni просто o'tkazib yuborgandan ko'ra 2 oyda masalani hal qilib, ochilib chiqib ketgan yaxshi. Og'riyaptimi? Og'riyapti. Mana lecheniya qilish kerak, lecheniya qilish kerak. O'zimiz qilib yuramiz buni. Masalan, o'zingiz aybingizni qidirasiz. O'zingiz bir narsa qilmoqchi bo'lasiz. O'zingiz mana bunaqa niyatda yurgin-da, mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa o'rgataverishadi ular. Qila olmaysiz, ishoning, men qila olmayman. Energiyangiz yetmaydi sizga, yeb turibdi chunki eski programmalaringiz, radovoy kelayotganlar bor. Qon-qoningizga singib ketgan. Ko'rsatmaydi sizga haqiqat. Amallab qilishingiz mumkin, yillar o'tadi. Yillar o'tadi. Nimadir 30-40% ega bo'lib qolasiz. Bunchalik yuz emas. Xudo xohlasa. Hech narsa gapirmadim, natija ko'p. Men ozgina uchini chiqardim sizlarga. O'ximani eshitdi, seans olgan qizman axir. Oradan 2 oy o'tdi, nimalarga ochildim. Allohning izni bilan keldim, lekin просто tak bo'lmaydi hech narsa. Ularni ham hamma natijalari o'zi aslida Allohdan. Men faqat sababini qilyapman. Biz sababchimiz xolos. Iroda opa, siz xush kelibsiz. Rahmat.